Epidural anesteziya ijobiy va salbiy tomonlari. Epidural anesteziya bu tugruq og'riqlarini yengillashtirish uchun dori vositalari yordamida amalga oshiriladigan usul. Uzun igna belga orqa miya joylashmagan boshliqqa kiritiladi. Shuning uchun anesteziya vaqtida umurtqani shikastlash deyarli imkonsiz. Ushbu igna orqali maxsus naycha kateter o'rnatiladi. U og'riqni kamaytiruvchi dori vositasini kichik dozalarda yuboradi va tugruq tugaguniga qadar ayolning belida qoladi. Keyin kateter olib tashlanadi. Kateterni o'rnatish ham, olib tashlash ham ayol tomonidan sezilmaydi. Epidural anesteziya faol tolgoqlar paytida qilinadi. Shunda ayol toliq bosish vaqtida o'z tanasini to'liq boshqara oladi. Ammo tugruq tugagunga qadar og'riqni yo'qotish mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Masalan, agar qorishda jiddiy muammolar yoki yurak-qon tomir va o'pka kasalliklari bo'lsa. Anesteziya bu tolgoq paytidagi kuchli og'riqni yo'qotish, biroz dam olish va kuchanish bosqichiga yangi kuch bilan kirish uchun ajoyib usul. Agar anesteziya to'g'ri bajarilgan bo'lsa, u hatto tugruq yo'llarining shikastlanishini kamaytiradi, chunki bachadon bo'yni va oraliq to'qimalari bo'shashadi va tugruq jarayoni yumshoqroq o'tadi. Agar ayolda yuqori qon bosimi bilan tugruq boshlangan bo'lsa, epidural anesteziya bosimni 15-20% ga pasaytiradi va bu ham tugruq jarayonini yengillashtiradi. Anesteziyadan mumkin bo'lgan asoratlar: ukol qilingan joyda toqimalarning shikastlanishi, allergik reaksiya, teri qichishi, bosh og'rig'i, bosimning pasayishi, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, vaqtincha siydik ushlab turolmaslik va bel og'rig'i bo'lishi mumkin. Kamdan kam hollarda nevrologik buzilishlar ham yuzaga kelishi mumkin. Lekin ba'zi holatlar borki, anesteziya bu tugruq qilayotgan ayolning xohishi emas, balki tibbiy zarurat bo'ladi. Masalan, ayolda yuqori qon bosimi yuqori bo'lsa va bu unga yoki bolaga zarar yetkazsa. Boshqa ko'rsatkichlar qatorida tugruq qilayotgan ayolning yoshi 18 yoshgacha bo'lishi, tugruq faoliyatining diskoordinatsiyasi, ya'ni og'riqli tolgoqlar bachadon bo'ynining ochilishiga olib kelmasa, uzoq davom etadigan tugruqlar ham kiradi. Epidural anesteziya kesarvoda ham qo'llanilishi mumkin. Epidural anesteziyaning ham ijobiy, ham salbiy tomonlari bor va ba'zi holatlar borki, u haqiqatan ham zarur bo'ladi. Eng asosiysi esa uni o'z vaqtida va to'g'ri bajarish kerak.